Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyna Sahih Bukhari namlı kitabıda biz bugün taharet münasebetlik mezmunlar qatarida südükni qanday juymaymiz degan masalada to'xtalib o'tamiz. Bu bir bab, bu babniki ostida bir necha hadislar keltirilgan. Jumladan bu 217 numaralı hadis. İmam Buxoriy rahmetullahi alayhi endi 217 numaralı hadisini keltirishdan burun azroq o'ziniki bir qarishini bir eskartish berib o'tibdi. U bo'lsa Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki heliqi boshda o'tgan hadisga qabr egisiga degan vaqtida, ya'ni azoblanayotgan, qabrda azoblanayotgan kishining birisiga deganda, u yani sudikdan saqlanmaydi, sudikka diqqat qilmaydi, chachirib ketishdan degan so'zni qilgan. Bunun da maqsad nima degan vaqtda bu faqat odamning ham sudiki maqsad qilingan boshqa sudik emas degan. Chunki bu sudiklarning ichida pokiz sudiklar bor. Masalan, tuguning sudikini sahih hadislarniki ko'z qarashi bo'yicha uni isi bo'ladi. Tuguning sudikini. Chunki Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning zamonida bir qism kishilarga buyurgan. Bir qism ulamolar u doğruluq bo'lg'achqa buyurgan deydi, ba'zilar yo'q, bu mutlaq deb. Shunga Saudiya Arabistan'da hazır kadar tuguning sudikini tuguning sutiga aralashtirib ichadigan odat mavjud. Shunlashqa İmam Buxoriy rahmetullahi alayhi bu yerda bu sudik degan masalani bu odamning ham sudiki deb oxirida qayd qilib qo'yapti. Ya'ni bu mutlaq hayvonotniki va kaza hamma sudiklar maqsad emas bundan degan tushunchani berish uchun. Undaqda hadisdan o'zi kirib ketaylik. Bu 217 numaralı hadisda İmam Buxoriy rahmetullahi alayhi bizga Yaqub ibn İbrahim hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishi deydi bizga İsmail ibn İbrahim hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu ikki raviyning tarjimali boshda o'tgan. İsmail deydi menga Ravhul Qasim degan adam hadis so'zlab bergan edi deb shundaq deydi. Undaqda Ravhul Qasim kim o? Bu o'z davridagi o'tgan o'zining Tamim qabilasidan bo'lgan büyük bir hadisshunos, ishonchli hofiz degan laqabi bor. Bu odamniki shu ilmiy jihatdan ko'rsatgan tuhfalar qatorida 150 dona hadislari hozir qadar bizga sanatli holatda yetib kelgan. Shundan İmam Zahabi rahmetullahi alayhi bu kishi haqida tarjima to'xtatgan. Yani bu adamniki hayotini yezib chiqqan. Bu adam taxminan Ebu Ja'far al-Mansur'niki zamonida, ya'ni 150niki oldiki yillar shu atrofida o'lib ketgan. Bu adamniki ustozlari bir-biridan sarxil, masalan İmam Ja'far Sodiq deymiz, hozir Shialar hurmatlaydigan. Amaliyotda bu sunniy mazhabniki buyuk ulamolardan, Rasulullah'niki jamoatidan bo'ladi. Ata ibn Abi Maymuna deymiz, Ömür ibn Dinar deymiz, qatarlıq nurgun, Muhammed ibn Munkadir deymiz, shundaq buyuk Hisham ibn Urva masalan, shular o'qigan. Bu odamning shogirdlari aytdi bir-biridan sarxil, masalan Muhammed ibn Ishaq Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning tarjimali haqida yozgan bir kitob va buyuk. Shu odamningki bu odam ustoz bo'ladi. Ulamolar bu kishi baho bergan vaqtida İmam Bayhaqi mesela ishonchlik degan. Uningdan boshqa ulamolar ishonchlik, puxta, chatoq yo'q, kerak yo'q degandek baholanib bergan. Bu jihatda ham Yahya ibn Ma'inniki bahosini aytib o'tkir, u bo'lsa yana ishonchlik degan bahosi bu jihatda. Endi bu Ravh degan kishi Ata ibn Abi Maymuna degan kishidan rivoyat qilib, menga Ata ibn Abi Maymuna Anas ibn Malikdan hadis so'zlab bergan dedi. Ata ibn Abi Maymuna'niki tarjimali boshda o'tgan. Suvda istinjo qilish degan tarix munosabatlik bobda olmush, unda boshda o'tgan. Bu kishi Anas ibn Malikdan. Bu kishi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki ham xizmatchisi, buyuk ulug' sahobalarniki biri. Hamda bu kishi deydi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam xalaga u birni borgan vaqtida men Rasulullohning huzuriga suv ekib beratdim dedi. Bu xizmat, Rasulullohning xizmatini qilgan. Onisi ekib bergan ya Rasululloh mening shu bolamni xizmat qilasiz deb. Buni taleydik baxtli sahobalarning biri. Biz bu hadisdan bir necha hukmlarni ola olamiz. Masalan, istinjo qilgan vaqtida yoki taharatga borgan vaqtida odamning ko'ziga tushmaydigan jiraqroq yoki borgan yaxshi.
haq ko'rmaydigan holatda. Undan boshqa kichik bolalarning xizmat qilsasi bo'ladi degan bo'ladi. Yana birisi suvda istinja qilishniki sal afzaliyat tarifi bayon qilingan. Bir qism ulamolar debdi, suv yaxshimi, bir qism ulamolar masalan tosh yaxshimi degandek masalalarda hem suvni hem toshni ishlatsa, ikkilisini jo'g'lab ishlatsa yaxshi degichilar bo'lgan. Ammo suvni ishlatsa bu nayt yaxshi. Chunki bu suv nayt yaxshi tozalaydi masalan haqiqatni. Hem mikrob qoldirmaydi shu jihatdan. Undan boshqa 218-numurli hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi bizga Muhammad ibn Musanna hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu kishi deydi bizga Muhammad ibn Xozim hadis so'zlab bergan edi deb shunaqa. Bu odam bizga A'mash Mujahid Tavus Abdullah ibn Abbosdan hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu hadis asli boshda bir o'tgan qabrdagi azoblangan kishilar haqida. Ama lekin baştaki hadisler opma o'xshash asasen. Ama o'xshamaydigan tarafi baştaki hadiste Mujahid bivosita Abdullah ibn Abbosdan rivoyat qilgan. Ama mayada Mujahid o'zining yana bir savaqdishi hem ustozi Tavusdan rivoyat qilyotdi. Undaqda Mujahid bu hadisni hem Abdullah ibn Abbosdan bir qatim hem o'zining ustozi hem savaqdishi Tavusdan bir qatim anılğanlıqqa chiqib turibdi. Chunki bu ikkilaylan Abdullah ibn Abbosning shogirdi büyük. Asasen bu hadisga ravilarning kamisi boshda o'tib bo'lgan ravilar ekan. Masalan, A'mash desak, A'mashning o'zining laqami asl ismi Sulaymon ibn Mihron nomi bilan mashhur bo'lgan o'zining ayti büyük tabi'in. Masalan, Tavus ibn Kaysanning tarjimalimi o'tib bo'lgan. Undaqda bu hadisda mundaq masala o'tirib qo'yilgan. Peygamber aleyhissalatu vesselam bir ishki qabrning yenidan o'tib ketayotganda Peygamberimiz mashkaylan mash qabrning egisi azoblanyotdi. Bunun azoblayotgan ishi bek bir cho'ng bir ig'ir masala emas. Ya'ni demakchi o'g'ini sizlar bek uni bek cho'ng katta ish deb o'ylab ketmaysizlar demakchi. Bek ig'ir ish deb o'ylab ketmaysizlar. Amaliyat cho'ng ig'ir ish demakchi-da. Chunki azob qabrda azob bo'lishga sebep bo'lgan ish bo'lgan ekan, u amaliyotda cho'ng ish bo'ladi. Lekin sizlar ko'p bundaq turmushinglarda davomli yuz beradigan avvallar bo'lg'achqa uni bek cho'ng o'ylab ketmaysizlar demoqchi bo'lish kerak. Bularning birisi sudikda diqqat qilinmaydi. Sudikda o'zini saqlayolmaydi masalan. Sudik chachirab ketdi. Yana birisi suxanchida gap to'shiydigan. Aning maning gapini to'shiydigan, orada adovat teriydigan. Suxanchi, g'aybat qo, suxanchi. Ona Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir tali yo'l shoxni oldida, qo'mning shexamda ele buni ikki uchidan kesib yeriblam. Har bir qabrga birdan tiklab qo'ydi. Sahobalar so'rabdi, "Ya Rasululloh, nima ish bunday qildilar?" deganda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Balkim mush ikki tali shox qurib qolgan bo'lsa, bularning azobi bir yengillaydi. Shuni umid qilib men shunday qildim" degan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki qabre insan o'lgandan keyin shu oxirat bosqichlaridagi eng birinchi bosqichi. Qabrdami tegishlik azoblanadigan bir qism gunohlar bor. Keyin davzaqda azoblanadigan uningga ayrim bir gunohlar bor. Iyazan billah, Alloh taolo hammamizni bu qabrning azobidan va davzaq azobidan Alloh o'zi inoyat bilan saqlasin. Hamda suxanchilik, gap to'shish umuman ilbitqa vaqtida şu insanlar arasını, adamlar arasını adavetke sebepçi olduğun en mühim bir ictimai merezlikniki, bir ictimai kesellikniki biri. Demek bu hadisin bizge çıkıp duruyatkan narsalar degan vaqtida İslam dini şu ictimai ittifaqlıqqa, ictimai paravallıqqa nayetbek ehmiyet berdigan bir din deyishki bo'ldi buni. Yani bu kıyamette, ahirette bir qabr azabı bilen ayaqlashadigan bir gunoh deb bekitganligi buni. Demak, ijtimoiy munosabatni yoki ijtimoiy tartibni bek muhim deb qaraydiganligi bu hadisdan ko'rinib turibdi. Undan boshqa hamda sudik masalasimi naytdi muhim bir masala. Ya'ni bu pokizlikka ahamiyat berishning naytdi muhimligi chiqib turibdi. Hem de bu 5 vaqt namazını yaxshi o'qiydigan lekin o'qigan bilan bir sudikni
saklayanmayak, süzük ehmiyet vermeyek, kimiga yak bedek tegip ketişten ehtiyat kılmaydigan edemge muşunda bir kabir azabı verilgen bolsa Peygamberimizin zamanında sahabede şula bizning zamanımızda namaz o'qimaydigan odamga qanday jazolar berilishi mumkin? Estağfirullah, Allah saklasın. Bugünkü dersimiz müşahit bo'lgan. Sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.